Assalamu alaikum. Qandaysizlar? Amansizlarmi do'st kejinin ko'ruvchilari? Men sizlarga sanaga aytayotgan no'qotdagi bizim ko'rarmanlar gilamlarning bağlarini tartib berchi degan so'rag'im chiqqan ekan. Andiqdan men sizlarga hozir ushul jerdagi gilamlarning bağlarini so'rab bilib beraman. Andiqdan bizim kanaldan alыстay turыңыздар. Gilimler voltat 15 bin sondan voltat. 3'e 5. 3'e 5. Ona bunu aldan var. 2,5 3,5 özmer septiyle çıkan gilimler 9 bin sondan. 9 bin sondan. Onun ardından toyga keçi gilimler 2'ye 3'lerin var. 2,5 bin sondan. 2,5 bin sondan. Ona bunu var. 4200 sondan voltat. 2,5 3,5 arzan gilimleri. Ona mal gilimlerden var 9 bin sondan. Ona Cogorda turganlar var 3'e 4 renler 13 bin sondan voltat septiyle çıkan. Taza Tursiyanın gilimleri. Olan 3,5 6 razmerler var. 24 minligi var, 21 minligi, 19 minligi var arkanda. Daha kaçlar var daha? Şu var, okuyup görüyoruz. Bunalardagina. Bakın, körümüzler hurmatlı bizim dost kejin ko'ruvchilari. Uşul jerde gilamlar var ekan. Bakın. Senalarını aytdi, men sizlarga qo'ldan kelishincha harakat qildim bilib berganga. 650 so'mdan 24 ming so'mgacha gilamlar bor ekan. Bakın. Uşul jerde ekan.